Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Yakkabog' tumani Do'ngqishloq qishlog'idagi navbatdagi oshxona me'murimizni yakunladik. Ko'rib turibsizlar. Shampanzardan bo'lgan. Zarlari ko'rinyaptimi? Svet yo'qligi uchun sizlarga patsitkalarni yoqib ko'rsatib berolmaymiz hozir. Svet yo'q ekan. Temoxatlar Royal eng yaxshisidan qo'yilgan sifatli kapulatlari bor 3 yilgacha. Mo'ykalarni ham ko'ryapsizlar. Adamga original yaxshisidan qo'yilgan, shumka qilingan, idish-to'q tushib ketgan paytda hech qanday ovoz eshitilmaydi. Kapli chiqaradigan joyi, simstilni ham yaxshi sifatlisidan qo'yib berganmiz, eng yaxshisi. Bozordan so'rab olishlaringiz mumkin. Mana eslab qolib. Eshiklari hadda mexanizmli chasoylar eng yaxshisidan qo'yib berilgan. Ko'ryapsizlar, signaling bo'ladi. Ruchkalari yaxshi temirdan. Xullas mana shu ishimizni yakunlab berdik. Sterilizatsiya ham rossiyskiy. Aytish odamdan ko'tarilib ketdi. Mana pastida ko'rsa bo'ladi. Mana Dana firmasiniki. Chista Rossiya.